Mana bugün 5. sınıf okuvchiları hareketli mexanizmlar katta mavzusidan ventilyator mavzusida yasatilgan ventilyatorlarni Zafarbek Shermetov, To'raboyev Doston hamda O'rozboyev kursantlarning yasatilgan ventilyatori. Ha, Dostonbek ishlatganingiz bir ishlatib ko'rsating. Harakat. Demak, o'tgan darsimizda buning tuzatilishini tushuntirib aytib, chizmasini chizib berib yubordik. Shu bo'yicha uyinda Doston, Zafar hamda Xursandbeklar buni yasagan. Demak, 9 voltli krona batareya o'rnatilgan bo'lgan. Keyin elektr kaliti hamda elektr dvigateli mana aylanib bizga shamol berib turibdi. Demak, bularga ixtirochiligi uchun, yasaganligi uchun 5 baho qo'yamiz. Ota-onasiga rahmat.